Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdonlar, omonmisizlar? Charchamasdan alhamdulillah mana muqaddas Ramazon oylariga ham yetib keldik. Allohga beadad shukr. Allohim tutayotgan ro'zalarimizni, o'qiyotgan ibodatlarimizni dargohida husni qabul qilsin. Shu nima deydi? Ramazon oyiga qaramasdan sekindan sekin inshaalloh mana ijodlarda qilib turibmiz. Inshaalloh yana bir bitqizdik, yana bir go'zal ijodni. Alhamdulillah. Xo'p, qadrdonlar, молочныйga qora kombinatsiya tanlandi va zontli tandir. Mana shunday go'zal bo'lib, fartuklarigacha bitdi inshaalloh. Xo'p, bir boshidan mana bu yerga ochiq joyga gaz plita, gaz deylik, duxovkalik, mana katta gazdan keyin yoniga o'sha mo'ykamiz, stolimiz, рабочий stolimiz, 22 litrlik qozonimiz, 80, 100 hamda 80 litrlik samovarimiz mana shunday bir tartibda bo'lib, go'zal bo'lib tushdi inshaalloh. Tandirimiz mana bunday baquvvat bo'lib, 18 talik tandir. Alhamdulillah, go'zal qilib bitqizdik. Mana erinmasdan gullarni solib, chiroyli qilib bitqizib berdik. Allohga shukr. Mana shu holat, qadrdonlar. Endi ozgina ovoz yetishmayapti. Ro'za sabab o'sha iftorlik payti pashti bo'lib qolyapti. O'shanga tezlatib iloji boricha videoga syomka qilyapmiz, qadrdonlar. Xo'p, eng asosiysi xo'p, shu to'rttasiga bitta mori. Shu burchakda ko'rinmaydi umuman. Asosiysi mana bunaqa o'rtada turib qolmaydi. Nima deydi? Uzoq bo'lib ketmaydi ham asosiysi. Agar o'sha to'rtalasini bitta tarafga qilganimizda 4 metr joy kerak bo'lardi qozonlarning o'ziga. Hozir bo'lsa mana qaranglar, 2,5 metrga 2,5 metr joyga to'rtala qozon i burchakga tandir. Shunday go'zal bo'lib tushdi. Xo'p, qadrdonlar, inshaalloh narxlarni ham bir qator aytib o'tib ketay bo'lmasam. Xo'p, xizmatimiz mana shu holati, tepalarni kafillarigacha ichki sxemasini super prisos holatda qilib berdik. 2,5 million so'mdan tochkasi. Ya'ni mana shu qozon 2,5 million so'm polni bitqizishga mana shu holatda. Mana shu holatda o'sha avlisovkalarni urib, kafil mafillarigacha tayyor ishlatadigan holatda. Bunisi ham shu 2,5 million. 100 litrlik qozongacha shu narx. Samovar ham shu narx. Keyin mana bu zontli tandirimiz, agar zontiga bo'lmasa, zontiksiz tuniga qilib beradigan bo'lsak, u ham shu narx 2,5 million so'm. Mana bu zontigimiz 6 million so'm chiqadi, qadrdonlar. 1 gram tutamaydi nima deydi? Almashtirish ham oson, juda oson. Mana bu tepani nima qilishidan qat'iy nazar 1 gram tutuni chiqmaydi. Almashtirishda mana shu yerdan olinadi, tandir chiqadi, qo'yiladi, yana yonadi. Keyin yana bitta ozginagina bir nima deydi? Life-hack ketganmiz. Life-hack deydi. Shunga xo'p, nima deydi? Mana bu mana qadrdonlar. Shashlik qo'ra. Qo'yadi, tandirda o'tni yoqadi, cho'g'ni oladi, voqqa soladi va shashlikni pishirib oladi. Xullas, tandirimiz 2 v 1 holatda. Bemalol shu o'zini zontiga ham mangal bo'lib xizmat qilib beradi, tortib ketaveradi bemalol. Xo'p, mana shu holatda, qadrdonlar. Keyin agar vaqtlaring bo'lmasa yoki o'sha hammasini o'zimiz olib boradigan bo'lsak, hammasini o'zimiz olib borib, o'zimiz qiladigan bo'lsak, mana shu hamma ko'rib turganlaring, yana ichida sementi, qumlari, kafil kilaylari, mana bu travertin laklari, ko'rinmaydigan narsalar juda ko'p yana. Mana bu eshikchalar kraskalari, hammasi. Xullas, siz bitta pul sanab berasiz, suv berasiz, loy qilishga, keyin yotoq joy va oziq-ovqat berasiz, bo'ldi. Qolganini hammasini o'zimiz olib boramiz. Shunda mo'ykamiz 3,5 million so'm. Mana bitishiga 2 metr рабочий stoli bilan. Mana shu smesitellar ham inshaalloh zo'ridan, mo'ykani ham zo'ridan mana ko'rib turibsizlar. Qalinidan
bau smesitillari bilan. Bauni bilsalaring kerak baribir. Shu mana shu qozonimiz, qozonlarni ham inshaalloh eng qalinidan, eng sifatligidan, eshikchilarni ham eng qalin va eng sifatligidan. Shu arzonrog'idan olmaymiz. Inshaalloh zo'ridan olamiz. Inshaalloh juda uzoq xizmat qilib beradi, zo'r bo'lib. Samovar ham xuddi shu narxini aytmadim hali, endi aytaman hozir. Xo'p, mo'ykamiz 3,5 million so'm. Qozonlarimiz mana shu holati, mana 100 litrlikgacha, mana shu bitishi, abrisovka g'ishti, eshigi, peshigi, qozonlar, yana qopqoqlari ham bor. Qopqoqlari ham polni bitishiga 5 million so'mga tushadi, qadrdonlar sizga. Mana 1, 2, 3, 4, 5 million so'm. Mana bu tandirimiz endi hamma narsasi bilan, o'sha tepa g'ishtlari, tandirini o'zi, tandirda ham agar o'zimiz olib boramiz, inshaalloh zakaznoydan inshaalloh kami 15 yil inshaalloh xizmat qilib beradi. Bu tandirimizning narxi esa 8 million so'm chiqadi materiali bilan, qadrdonlar. Hamma narsasi 8 million so'm chiqadi. Mana qozonlarni, qopqoqlarni ham o'rnatdik, mana bu holatda. Mana shu holatda bo'ladi sizga. Tayyor. Olasiz, qopqoqni ochasiz, yoqasiz, ishlatasiz. Xo'p, kuniga keladigan bo'lsak, mana shu komplekt bir haftada bitadi. 3 kishi ishlaymiz, bir haftada bitadi. Xo'p, shunda общий 1, 2, 3, 4, to'rttasi 5 milliondan 20 million so'm. Tandirimiz 8 million, 28 million. Mo'ykamiz 3,5 million so'm bo'lsa, 31,5 million so'mga bitadi mana shu holat mana. Hamma narsasi bilan va eng sifatligi bilan. Xullas shunaqa. Qadrdonlar, sog' bo'linglar. Aytgancha bitta sinov jarayonini qilaylik. Shu esdan chiqib qoldi. Hozir ta'minqa qozonlarning hammasini ham yoqmadik. Shu ikkita, u tarafdan ikkita, bu tarafdan ikkita qilib yoqdik. Mana shu holat. Do'stlar, inshaalloh mana shunaqa super pilisos holatda qilib beramiz. Morisi yo'q, e'tibor berasizlar. Ani yonmagani ham ishlab turibdi xullas. Yoqadi, ishlaydi. Tandirda mana. Shu dva в одном, ham mangal, ham tandir mana. Tepasiga qo'yingchi, tepasiga. Mana shu holatda mana. Inshaalloh o'sha samarada 1 grammdan tashqariga chiqmaydi. Juda uzoq yillar to'lmasdan xizmat qilib beradi. Qadrdonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, Alloh panohida bo'ling, vaqtingizga rozi bo'ling. Inshaalloh nima deydi? Siznikida ko'rishamiz. Salomat bo'ling.